Assalomu alaykum hammaga. 4-darsimizning 2-qismiga xush kelibsizlar. Bugun biz shartli boshqaruv mavzusini davom ettiramiz. Bugun ko'radiganlarimiz switch case, matched operatori hamda mantiqiy operatorlar haqida gaplashamiz. Xo'p, switch case operatorini o'tgan darsimizda ko'rgan jadvalimizda yozib qo'ygan edim. Sintaksisi quyidagicha: switch qavs ichida ifoda va jingali qavs ichida case qiymat 1, case qiymat 2 va default yozamiz. Case'lar ketaveradi. Qiymat 3, qiymat 4 qilib oxirida default yozib qo'yamiz. Bu xuddi if, else if, oxirida esa else yozib qo'yganimiz kabi. Bunda qiymatlar ifodaga tengligi tekshiriladi. Bu yerda shartimiz true bo'lsa, ishlardi ichidagi kodlar. Bu yerda esa qiymatimiz ifodaga teng bo'lsa, shundagina casening ichidagi kodlar ishlaydi. Yana bir farqi, if ni ichiga kirgandan keyin else if va else ishlamasdi. If ishlamasdan else if ishlaganda elsegacha yetib kelmasdi. If else ni yaxshi tushunganmiz. Xuddi shu kabi case'ga kirgandan keyin ichidagi kodlar bajarilib, oxiriga break qo'yib qo'ymasak, keyingi kodga o'tib ketadi. If else dan farqi shunda, case'ni oxiriga break qo'yishimiz shart. Bu bir o'zgaruvchini bir nechta qiymatlar bilan solishtirish uchun ishlatiladi. Quyida bizda quyidagi misol bor. Bu misolni hozir yozib ishlatib ko'ramiz. Bizda kun degan o'zgaruvchi yaratib olishimiz kerak. Kun degan o'zgaruvchimiz teng bo'lyapti dushanbaga. Aytganimdek, bu yerdagi ifodamiz kun. Bu tekshirilyapti dushanbaga, jumaga. Agar ikkalasi ham bo'lmasa, boshqa kun degan default qiymatga, ya'ni else ga to'g'rilab olsak bo'ladi buni. Defaultga tenglanyapti. Agar ifodamiz case'da yozgan ifodamizga teng bo'lsa, case'ning ichidagi kodlar bajariladi. Bu yerda dushanba, dushanba. Bu yerdagi kodlarimiz ishlaydi. Haftaning birinchi kuni degan so'z ekranga chiqishi kerak. Haftaning birinchi kuni. Agar dushanbadan boshqa so'z bo'lsa, seshanba degan so'zimiz bo'lganda, ikkala case'ga ham teng emas. Shuning uchun default qiymatimiz ishlayapti. Defaultda yozib qo'ygan kodlarimiz ishlayapti. Bu yerga yana if else'lar yozishimiz mumkin. If misol uchun 12 katta 11 dan qandaydir shart, uning ichida echo haftaning birinchi kuni bo'sh joy dushanba. Bu kodimiz ishlayapti. Keladi, case'ga keladi. Bu yerda shart yozilyapti. Agar 12 katta 11 dan bo'lsa, ifning ichidagi echo dushanba chiqyapti. Ishlayveradi. Boshqa kun. Bu yerda hozir dushanba. Case'ning ichiga kirish uchun dushanbani yozamiz. Haftaning birinchi kuni dushanba. Bu ifning ichidagi. Bu yerga else if yoki if yana yozib ketishimiz mumkin, funksiyalar chaqirishimiz mumkin. Plus case'ning ichiga yana kodlarimizni yozishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda switch case'ga yana misol bor. Mana case'imiz cheklanmagan. Case'lar yozib boraveramiz. Dushanbaga, seshanba, chorshanba qilib bu yerda blue, red, green ranglarni solishtirgan. To'g'ri bo'lsa, quyidagi kod yoziladi va break qo'yishimiz kerak. Agar break qo'ymasak, keyingi case'imiz ham ishlab ketadi. Bu bizga xunuk holatni keltirib chiqaradi. Switch case'dan quyidagi ko'rinishda ham foydalansak bo'ladi. Buni nusxalab bu yerga qo'yganimizdan keyin x degan o'zgaruvchimiz 11 ga teng bo'lyapti. Switchga quyidagi true ifodani berib qo'yapmiz. Bu degani case'ning ichida case'ga yozgan shartimiz true bo'lsa, o'sha case'ning ichidagi shartlar, ya'ni kodlar ishlaydi. Agar true bo'lmasa, false bo'lsa, keyingi case tekshiriladi. U ham false bo'lsa, case'lardan hech qaysi biri true bo'lmasa, default ishlaydi. Bu yerda hozir 11 x katta 11 dan. Bizda x teng 11 ga, shuning uchun ikkinchi case'imiz ishlashi kerak. Va x teng 11 ga degan so'z ekranga chiqyapti. Quyidagi ko'rinishda if else'larga o'xshab case'larimizning ichiga shartlar yozib ketishimiz ham mumkin. Switch case'da faqat oxiriga break qo'yamiz. Endigi ko'radiganimiz bizda match operatori. Match operatori PHP 8-versiyadan kirib kelgan. Bu berilgan qiymatga qarab turli qiymatlar qaytarish uchun ishlatiladi. Switch case'ga o'xshab ketadi. Switch case'ning zamonaviyroq varianti, yangiroq varianti desak ham bo'ladi. Bu qiymat qaytaradi. Qanday? Buni biz o'zgaruvchiga tenglab olishimiz kerak. Bu chunki qiymat qaytaradi. Match so'zi yozilib, qavs ichida ifoda yoziladi va u ifoda tekshiriladi. Quyidagi qiymat 1, qiymat 2 ga. Sintaksi biroz boshqacha. Teng katta belgisi bilan qiymatimizni yozamiz.
quyidagicha. Bu yerda mana bu yerda yozilgan. Xo'p, natija degan o'zgaruvchimiz tenglanyapti matchga. Yuqorida x degan o'zgaruvchi yaratib olamiz va uni tekshiramiz. X ni 1 ga tengligini, x agar 1 ga teng bo'lmasa default qiymat, ya'ni boshqa tenglanadi natijaga. Bunda default qiymat qo'yish majburiy, chunki bu qiymat qaytarish kerak natija bo'sh qolmasligi uchun. Agar faqat natijaga tenglamasdan buni ekranga sразу chiqarib olishimiz ham mumkin. Echo yozib, match berib, bu yerda x degan o'zgaruvchimizni tekshirib, berilgan qiymatlarimizga qaysi biriga teng bo'lsa, o'shani ekranga chiqarib yuborishimiz ham mumkin. Match operatorini bu yerda yozib qo'yganman. Bir nechta misol. Bu yerda birinchi misolimizni ko'ramiz. Bu yerda color degan o'zgaruvchi yaratib olyapmiz. Bu yashilga teng. Race 1 degan o'zgaruvchimiz tenglanyapti. Match qavs ichida ifodamiz, ya'ni color yashil degan so'z keladi bu yerga. Va u tekshiriladi yashil teng bo'lgani uchun. Quyidagi ko'rinishda yozib, quyidagi so'zni race ga tenglaydi va biz race ni olib ishlatishimiz mumkin. Hozir biz echo yordamida race 1 ni ekranga chiqaramiz. Agar ko'rsak, yurishga ruxsat degan so'z ekranga chiqyapti. Agar bu qizil bo'lsa, to'xtab turish degan so'z race ga tenglanyapti va race ekranga chiqarilyapti. Agar hech qaysi biriga teng bo'lmasa, qizilni ikkita qilib qo'ysak, bunday qiymat yo'q. Ya'ni default tenglanyapti race 1 ga. Quyida men ikkinchi usulni ham yozib qo'ydim. Bu yerda matchdan quyidagi uslubda ham foydalanishimiz mumkin. Bu yerda ikkinchi usulni ham nusxa olib indeksga yozsak, o'zgaruvchini tekshiryapmiz. Xuddi bunda ham switch kabi ifodani true deb qo'yib, shart berib, shartimiz true bo'lganda quyidagi so'zni race ga tenglab qo'yamiz va race ni ekranga chiqaramiz. A 16 ga teng bo'lyapti. 16 miz A katta yoki teng 18 ga bo'lsa, siz voyaga yetgansiz degan so'z race ga tenglanadi. Agar A'miz 18 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, siz voyaga yetmagansiz degan so'z race ga tenglanadi va race ekranga chiqariladi. Quyidagi holatda siz voyaga yetmagansiz degan so'z ekranga chiqyapti. Agar buni 18 qilib qo'ysak, siz voyaga yetgansiz degan so'zimiz ekranga chiqyapti. Qanday ishlayotganini tushundingiz degan umiddaman. Matchdan quyidagi holat ko'rinishda ham ishlatishimiz, foydalanishimiz mumkin. Asosiy switch va matchning farqlarini ko'radigan bo'lsak, switchda bitta ifoda yozib ko'ramiz. Bitta misol yozib ko'ramiz. X teng 11 ga bo'lyapti. Switch tekshiryapti. Bu yerda buni 10 deymiz, buni 11 deymiz. Bu yerga solib yozib, X teng 11. Bu yerda 11. Bu yerda esa hop, bu string yoki da buni string qilib qo'yamiz. Buni oddiy 11 qilib qo'yamiz. Switch tekshiryapti case'imizni x ga tengligini. X 11 ga teng, stringdagi 11 ga teng. Case'imizda esa integer'dagi 11 yozilyapti. Bizda ekranga x teng 11 ga teng ishorasi bilan yozilgan x teng 11 ga chiqyapti va shu yerda to'xtayapti. Bu string, bu integer. Buni string qilib qo'ysak ham, integer qilib qo'ysak ham o'zgarmayapti. Birinchi case'imiz ishlagandan keyin qolganlarga yetib bormayapti, to'xtayapti. Matchda bo'lsa, bu jindek qat'iyroq, ya'ni tekshirish matchimizda ma'lumot turigacha tekshirish bo'ladi. Buni yozadigan bo'lsak, raqam degan o'zgaruvchimiz yaratib olinyapti va u stringda 11 ga tenglanyapti. Natija degan o'zgaruvchimiz match orqali raqamni tekshiryapmiz 10 va 11 ga. Bizda raqam stringdagi 11, matchda esa oddiy integer 11. Default bunday raqam yo'q. Bizda mana chiqyapti, bu matchdagi tekshirishimiz, bu switchdagi. Matchda bunday raqam yo'q deyapti, chunki bu string, bu integer. Bu ma'lumot turigacha tekshiradi matchda. Switch case esa ma'lumot turigacha tekshirmaydi, oddiy tengligini tekshiradi. Buni oddiygina 11 qilib integerda yozib qo'yadigan bo'lsak, raqam teng 11 ga. Raqam teng 11 ga degan
so'z natijaga tenglanyapti va natija ekranga chiqyapti. Asosiy farqlari shu. Bunda yozganimizni bunda ham yozishimiz mumkin. If else yozganimizni switch case'da yozganimizni matchda yozishimiz mumkin. Matchda default yozish qat'iy. Default yozmasak xatoliklar kelib chiqishi mumkin. Bunda unchalik qat'iy emas va bunda tekshirish ham qat'iy. Matchda ma'lumot turigacha tekshiradi. Switch case'da esa ma'lumot turigacha tekshirmaydi. To'g'ri bo'lsa ishlab ketaveradi. Keyingi ko'radiganimiz bizda mantiqiy operatorlar. AND, OR va XOR. Bulardan biz ikkita, uchta shartlarni tekshirayotganimizda ishlatamiz. AND operatorini ko'radigan bo'lsak, bu yerda misol yozib qo'yganman. ANDga tarif va misollarni yozib qo'yganman. Keyin rasmga ham qarab tushuntiraman. AND operatori quyidagicha ikkita ampersandda yoki AND so'zi bilan yoziladi. Bu va deb, ya'ni AND va deb degan operator bo'lib, o'ng va chap taraflarida true bo'lsa true qaytaradi. Agar bir dona false bo'lsa, ya'ni ikkita uchta AND yozgan bo'lsak, bir dona false bo'lsa, hammasini false qilib yuboradi. Xo'p, mana bu yerda mana rest degan o'zgaruvchimiz tenglanyapti. A va B degan o'zgaruvchimiz yaratib olinyapti va rest degan o'zgaruvchimiz yaratib, bu yerda shart yozilyapti. Ya'ni tenglikka tekshirilyapti. A va B tengmi? Bu yerda 10 bilan 20 tengmi bir-biriga deyapmiz. Bu yerda false chiqadi va AND operatorini yozyapmiz. B katta yoki teng A ga. B katta yoki teng A ga. 20 katta yoki teng A ga. 20 katta 10 dan. Bu yerda true. False va true bo'lib turib, false bo'lib ketyapti. Boya aytganimizdek, mana bunday A va B ni o'rtasiga AND so'zini yozib, ya'ni ikkita ampersand yozsak, quyidagi ishlar bo'ladi. Agar ikkalasi ham oldin aytganimdek false bo'lsa 0, true bo'lsa 1 chiqadi deganim. Xuddi shunday, mana bu yerda jadvaldan tushunib olishimiz yana ham oson. AND quyidagicha. Agar ikkita false bo'lsa yoki bir dona false bo'lsa ham, natija false ga teng. Bitta true, bitta false bo'lsa ham, bir dona false bo'lyapti, natija 0 ga teng. Ya'ni false. Ikkalasi ham true bo'lsa, hammasi true bo'lsa, natija keyin true bo'ladi. O'ylaymanki tushunib oldingiz. Bu yerda rest degan o'zgaruvchimiz oxiri false ga tenglanyapti. Bulardan chiqqan natija false ga tenglanyapti. Bu if'ni ichiga ikkitadan shartlar yozayotganimizda shartlarni ulaymiz. Bu ham to'g'ri bo'lsa, ham bu ham to'g'ri bo'lsa, keyin if'ni ichiga kiradi. Shunaqa shartlarni bir-biriga ulayotganda AND yozamiz. ANDni quyidagi ko'rinishda AND deb yozsak ham bo'ladi. Bu ham xuddi shu narsani beradi. Bundan keyin yana qandaydir tekshirish yozadigan bo'lsak, AND da boshlagan bo'lsak, yana AND deb yozishimiz kerak. Bitta AND bitta ampersand bilan yozadigan bo'lsak, katta deydi. Bu yerda ampersand bilan yozganimiz bilan so'z bilan yozgan ANDimizni darajasi farq qiladi. Kim bu ampersand bilan yozganimiz birinchi tekshiriladi. Keyin teng quyidagicha ta'riflasak bo'ladi. Ampersand bilan yozganimiz birinchi o'rinda ishlaydi. Ikkinchi o'rinda bu yerdagi restga tenglaganimiz ishlaydi va oxirida AND ishlaydi. Bu yerda tushunmovchilik kelib chiqadi. Shuning uchun AND da boshlangan, AND ulab ketayotgan bo'lsangiz, so'z bilan AND yozib keting. Agar ampersand bilan AND yozayotgan bo'lsangiz, hammasini ampersand bilan yozing. Bularning darajalari har xil. Bu hammasidan kuchli birinchi yoziladi. Bu teng bundan kuchsiz, lekin bundan kuchli. Shuning uchun bu qolib ketib qoladi. Bu yerda ulamoqchi bo'lsak, yana AND yozamiz. So'z bilan. Bu yerda hozir tekshiramiz endi. Bu yerda false, bu yerda true. False chiqyapti. Bu yerda bu ham false chiqyapti. Buni true qilib qo'ysak ham, baribir natija oxirgi yakuniy natija false chiqishi kerak. Buni ekranga chiqarib ko'radi. Xullas false chiqishi kerak, chunki bu rasmda aytganimizdek, ko'rganimizdek, bir dona false bo'lsa ham, bir dona false bo'lsa ham false qilib yuboradi. Keyingi ko'radiganimiz OR operatori yoki degan operator bo'lib, o'ng va chap taraflardan biri true bo'lsa ham hammasini true qiladi. Ikkala taraf false bo'lsagina false qaytaradi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Rest 2 degan o'zgaruvchimiz tenglanyapti. A katta B dan, 10 katta 20 dan. Bu yerda false yoki A kichik yoki teng B ga.
A emas, C yoki B ga bu true. Chunki 10 kichikina B dan. Bitta false, bitta true, natija true. Quyidagi OR jadvaliga qarasak, bu yerda bir dona 1 bo'lsa, natija 1. Qachonki ikkita 0 bo'lsa, natija 0. Qolgan hamma joylarda bir dona 1 bo'lsa, hammasini 1 qilib yuboryapti. Ya'ni true qilib yuboryapti. OR operatorimiz shunday ishlaydi. Buni ham mana bunday ikkita pipe bilan yozsak, ikkita tayoqcha bilan yozganimiz oddiygina OR bilan yozganimiz bilan bir xil ishlaydi, lekin darajasi balandroq. Ikkita pipe bilan yozganimizni yana ikkita pipe bilan yozish kerak. OR bilan yozsak, yana keyingi ulaganimizni, uchinchi ulamoqchi bo'lgan tekshiruvimizni OR bilan yozib ketishimiz kerak. Mana bu yerda endi XOR operatori haqida ko'ramiz. Bu faqat bittasi degan operator. Bu o'ng yoki chap tarafda bir xil natija bo'lganda true qaytaradi. OR bilan XORning farqi, demak, OR kamida bitta true bo'lsa, hammasi true bo'ladi. XORda faqat bitta true bo'lsa, keyin true qilib beradi. Ikkita true bo'lsa ham, ikkita false bo'lsa ham false qaytaradi. Bu qanday? Quyidagi jadvalda ko'rishimiz mumkin. Ikkita false bo'lganda false qaytaryapti. Bir dona true bo'lganda true qaytaryapti. Bu yerda ham mana agar A true bo'lib turib B false bo'lsa ham true qaytaryapti. Ikkalasi ham true bo'lganda false qaytaryapti. Bu faqat bir dona true ni oladi. Ikkita true bo'lsa ham false qaytaradi, ikkita false bo'lsa ham false qaytaradi. XOR operatori. Bu yerda shartda ko'rishimiz mumkin. Mana bunday. Yana bir tavsiya, agar ikkitadan oshiq AND ishlatmoqchi bo'lsangiz, qavsga olganingiz ma'qul. Shunda xatolik kelib chiqishi oldini olgan bo'lamiz. Xo'p, bu yerda ham yozyapmiz. Mana A bilan B ma'lumot turigacha tengmi? Bu yerda false, ma'lumot turi teng, bir xil, lekin 10 bilan 20 teng emas. Bu yerda false qaytaryapti. XOR. Bu yerda A bilan B teng emasmi? Rostdan ham 20 unga teng emas. Bu yerda true chiqadi. False bilan true kelib turib true bo'lyapti. Bu ikkala o'rtadan true keladi. Keyingi tekshirishimiz ma'lumot turigacha teng emasmi? Bu yerda true, chunki ma'lumot turi teng, lekin o'zlari teng emas. Teng emasligini tekshiryapmiz. Shuning uchun bu yerda ham true chiqyapti. Ikkita true buni pastga yozib qo'yganman. False bilan true XORga solinganda true chiqyapti. Va keyingi true'miz bilan yana bitta true XORga solinganda false chiqyapti. Jadvalda ko'rganimizdek, ikkita true bo'lsa false chiqishi kerak. Natija false bo'ladi. Bularni ko'rishimiz kerak. Bu yerda bu natijalarni ko'rish uchun bizga wardump degan funksiya kerak bo'ladi. Wardump bizga to'liq ma'lumotni ekranga chiqarib berish uchun xizmat qiluvchi funksiya hisoblanadi. Echo dan ko'ra ham wardump yaxshiroq. Hozirgi holatimizda. Xo'p, biz birinchi bo'lib race'ni ko'rib oladigan bo'lsak, bizda race false bo'lishi kerak. Yo'q, buni o'chirib turamiz. Endi holatimizda false true bo'lib turib, bir false true bo'lib turib, false chiqishi kerak. Bizga bo'lgan ma'lumot true'da false natija chiqyapti. Aytganimdek, endi race 2 ni ko'radigan bo'lsak, true chiqyapti. Yo bu true bo'lsin, yo bu true bo'lsin. Keyingisi ham yo bu true bo'lsin deganda, qaysi birida true bo'lsa, o'sha true'ni tenglaydi race 2 ga. Race 3'imiz esa faqat birdan bitta, yo bu true bo'lsin, yo bu true bo'lsin. Ikkalasi ham true bo'lsa, false bo'ladi. Race 2'mizda hozirgi holatda true chiqyapti. Biz race 3 ni ko'ramiz. XOR operatorimiz race 3 da false natija qaytaryapti. Va aytganimdek, false bilan true chiqqanda true, true bilan true chiqqanda, 1 bilan 1 kelganda 0 qilib, XOR operatori bizga natijani race ga tenglayapti, ya'ni false race 3'imiz false ga teng bo'lyapti. Buni biz if yoki switch operatorlarini shartiga yozib ketishimiz mumkin. Mana bu yerdagi bitta switchni olib, bu yerga yozib, vardamdan keyin tugaganini belgilab qo'yamiz. X bu yerda x emas, a ga tekshiramiz. A va b ga tekshiramiz. Mana bu ifodani olamiz va mana bu yerga yozamiz. A'imiz bu yerda false bo'lyapti. Buni or yozamiz. True bo'lishi kerak bizga. Va ekranga chiqishi kerak. Mana A B ga teng
bo'lsa yoki b a dan katta bo'lsa. Ekranga b katta a dan degan so'z chiqishi kerak. B katta a dan degan so'z chiqyapti. Bu shartimiz bu yoki bu true bo'lganda case'imiz true bo'lyapti va buning ichiga kiryapti. Buni end bilan yozadigan bo'lsak, bu va bu true bo'lganda case'imiz true bo'ladi va buning ichiga kiradi. Bu yerda x teng 11 ga x teng 11 ga bu yerda x tekshirilyapti va x teng 11 ga degan so'z chiqyapti. Shu tariqa case'ga yoki if'ning ichiga tekshirishlarni ulab yozib ketishimiz mumkin. Mantiqiy operatorlar shular edi. O'ylaymanki, darsimiz tushunarli bo'ldi. Hammaga rahmat. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha